Infiniti, okey. Yaponlarning eng ishonchli brendlaridan bittasi QX80. Cadillac Escalade, GLS 450, 580 lari primoy konkurenti, okey. Mana buni qaranglar, oldi qaysi mashinaga o'xshab ketyapti. Faqat mana shu oldi chasti Rolls-Royce bor-ku, qaysidir etaplari o'xshab ketar ekan. Mashina 2025-yil kraskasi 100% top-toza. O'zbekistonda mana sanoqli bo'lsa kerak. Bu mashinani arab og'aynilar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar-da. Bu mashinani sevib haydashadi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q deyaptilar. 25-yil 3,5 litrli twin turbo motor. Necha litr rasxod qiladi deb o'ylaysiz? Shahar ichida nari borsin 10 litr, 11 litr rasxod qilar ekan, okey? Katta korobka turibdi. O'shaning uchun korobka perdachasi tez-tez almashtirib tashlaydi. Motorlar zamonaviy bo'lgani hisobiga rasxodi ham ancha kam. Mashinani bir dunyo opsiyasi bor ekan. Salon holatlarini qarang. Shunaqangi keng salon, matviy holatda bo'lib turibdi. Yengidek mashina-yu. 27 ming kilometr yurgan. Clipsmi degan akustikasi bor ekan. Hozir o'rganib chiqdim. 26 tami, 27 ta kolonkasi bo'lar ekan. Abduf, abagrev, xolodilnik, kattalar, panoramalar, hamma funksiyasi bor, okey? Bosib olasizmi deyman-a? Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Primoy egalari bosib olsanglar bo'ladi. Okey, 125.500 dollar. Primoy egalariga telefon qilib, gaplashib, balkim bu yog'idan o'tib berishar. Bosib olasizmi deyman-a?